Beşinci ders sünnet ve onun İslam'daki orni. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillah ve salatu ve selamu ala Resulillah. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Tüvende diktanlağa Abdüveli Qari Rahimullah'ın İslam derslerinden tallanmadan 5. ders sünnet ve onun İslam'daki orni degen babını okuyumuz inşallah. Ve euzubillahimineşşeytanirracim. 5. ders sünnet ve onun İslam'daki orni. Evvelki dersimizde Kur'an-ı Kerim dersi ötken idi. Sünnetke hem bazı işarelerini kıygan edik. İslam asaslarının birincisi Kur'an-ı Kerim bolsa, ikincisi sünnet. Şu vaqtda dersimizni devam qilamiz. İnşallah. Sünnet degende nimini tushunmakligimiz kerak? Sünnet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem buyurgan sözleri hamda Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin qilgan amalları ve Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin huzurlarida qilingan amal qachoniki Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem shuni inkar qilmagan bo'lsa, shuni sünnet deymiz. Yer yüzüde Adem aleyhisselamdan ta qiyomatgacha bo'lgan har qanday kishi payg'ambarlar buning sirtida o'zining huzurida biror munkar yomon so'z harakat ish bo'lsa yoki o'zining obro'yiga qusur yetib qilish yoki shu odamning ko'nglining og'rib qolishi yoki odamlarning ko'pligini hisobga ilib menga dushman bo'lib qolsa kuchim yetmay qoladi deb yo'l qo'yib yoki boshqa sabablar bilan o'zining huzurida bo'lgan munkarni qaytarma qo'yishi bu tabiiydir. Har qanday ilmga amal qiladigan olimning tarixini tekshirsangiz, huzurida bir munkar ish bo'lgan vaqtida bir necha qitim qaytara olmay qolgan bo'ladi. Ko'proq bizning davrimizda obro'yi qusur yetib qolish yoki bir fitna bo'lib qolish yoki boshqa bir sabablardan shuning uchun yer miqyosidagi hech kim munkar ishni qaytarishda hujjat bo'la olmaydi. Faqat buningga payg'ambarlar hujjatdir. Payg'ambarlardan bir payg'ambar huzurida munkar ish bo'lgan bo'lsa, qaytarmay qolgan emas. Xususan payg'ambarimiz Rasululloh sallallohu alayhi va sallam yolg'iz qolgan vaqtlarda ham yer miqyosidagi hamma odam qarshi bo'lgan bo'lsa, ham munkar ishqa noroziligini bildirgan va shundan qaytargan. Shuning uchun payg'ambar alayhisalom huzurida bir amal bo'lgan bo'lsa, shu amalni cheklamagan bo'lsa, qiladigan amal bo'lsa, qilinishi mumkinligiga, yeydigan narsa bo'lsa, shu narsani yeyishning mubahligiga hujjat bo'ladi. Masalan, Xolid ibn Valid radiyallohu anhu Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning huzurida arab tilida ad-dubb deb atiladigan, bizning o'zbek tilida vallohu alam patmuchoq deydi. Uyg'ur tilida kela deyiladi. Bu kalti kesakka o'xshagan cho'ngroq hayvon. Buni yegan. Tariqi nazar qilinadigan bo'lsak, Bani Taymim qabilasi bu hayvonni yeyish odati bo'lgan. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam buni yeyishga odatlanmaganligi uchun tabiatan yemagan. Ammo Xolid ibn Validning yeganligini to'simagan. Shu narsa bizga hujjat bo'ladiki, arab tilida addab deyiladigan hayvonni yeyish mubahligiga hujjat bo'ladi. Biz sözleri hakkında köpünçümüz ma'lumot qilgimiz. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning huzurida bo'lgan amalga sukut qilganligi bir hujjat bo'ladi. Buningdan boshqa hujjatlar ham bor. Biz sunnatning hujjatligini tam anmaydigan bo'lsak, Allohga sig'inib panoh tilaymiz. Biz nihoyatda ko'p hukmlarni bilmagan bo'lardik.
Masalan, Allah subhanahu wa ta'ala bizni namoz o'qishga buyurdi. Namozning atigandagi, tushdiki, asr vaqtidagi, mag'ribdiki, ishadagi namozning necha rakat ekanligini bizga sunnat bayon qilib berdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shuni amaliy shaklda ko'rsatdi. Allah subhanahu wa ta'ala Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga bo'lgan itoat, bo'ysunishni o'ziga bo'lgan itoatga barobar qildi. Allah kimiki payg'ambarga itoat qiladi ekan, u Alloh itoat qilgan bo'ladi, chunki payg'ambar Allohning amrini yetkazadi dedi. Allah subhanahu wa ta'ala o'zini bandisining yaxshi ko'rishining alomatini Rasuliga ergishishlik bilan isbotlashga buyurdi. Allah saqlasin. Ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, ular aytqinki, agar sizlar Allohni do'st tutsanglar, menga ergishinglarki, Alloh sizlarni do'st tutadi. O'tganki gunohinglarni mag'firat qiladi. Alloh nihoyatda mag'firat qilg'uchidir, nihoyatda mehribondir. Demak, bir kishi Allohning muhabbatiga sazovor bo'lishi uchun nima yo'l tutish kerak? Faqat bir yo'l bor. U yo'l Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ergishish. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hayot vaqtlaridagi ergishish buyurgan buyruqlari bor. Ba'zi buyruqlar borki, bularni aytib buyurgan. Ba'zilari borki, Rasul sallallohu alayhi vasallam buyurmasdan o'zi qilgan. Buni bilamizki, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga shu amalda ergashsak, bizga katta ajr bor. Shuning uchun Alloh subhanahu va taolaning muhabbati faqat Rasuliga ergashgan kishilargadir. Alloh va'da qildi. Shart mukofot bilan agar payg'ambarga ergashsanglar, Alloh sizlarni yaxshi ko'rdi dedi. Agar biz shu oyatni tushunganimizda o'zimizning har bir ahvolini Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning yo'liga muvofiq qilgan bo'lar edik. Biz bu oyatni tushunmaymiz. Birodarlar, ming qitim Allohni yaxshi ko'raman desak, Allah bizlarni bir qitim yaxshi ko'raman demasa, bu bekor, birodarlar. Agar bir qitim Allohni yaxshi ko'raman desak, Allah javobimizga bir qitim yaxshi ko'raman desa, mana bu narsaning e'tibori bor. Mana buning yegona yo'li Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga ergishishdir. Agar Allohning muhabbatiga erishishga buningdan boshqa yo'l bor desa, bu kishi albatta xato qilgan kishi. Allah subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning Qur'oni Karimni bayon qilib berish uchun sizga Qur'onni tushirdik degan oyatga asosan biz sana Qur'onni insonlarga tushirilgan shariatni bayon qilib bersin. Ular bu Qur'onni fikr qilib, uningdan va'z nasihat olsin deb nozil qildik. Demak, bayonni Allah subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga berdi. Qur'onni tushunishimizda bu kishining hadisi bilan tushunamiz. Birinchi, tafsir avvalgi darsimizda aytib o'tganimizdek Qur'onni Qur'on bilan tafsir qilish. Ikkinchi, Qur'onni hadis bilan tafsir qilish. Chunki Allah subhanahu va taolo Rasul sallallohu alayhi vasallamga bayon mo'jizasini berdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning hayotlarining hammasi Qur'onning ochiq ko'rinishi edi. Aisha onamizdan payg'ambarimizning xulqlaridan so'ralganda ko'p ma'nilik qisqa javob bilan Qur'on edi deb javob berdi. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam Qur'on nimaga buyurgan bo'lsa qilgan. Qur'on nimadan to'sgan bo'lsa qaytgan. Uningdan tashqari Alloh subhanahu va taolo
Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin sübetlerinde sizlerge Kur'an'ni, kitapni ta'lim ve hikmetni ta'lim berdigan peygamberni evettim deb minnet kıldı. Allah saklasın. Allah müminlerge Allah'ın ayetlerini tilavet kılıdığan, ulanı günahlardan pak kılıdığan, ulağı kitapni ve hikmetni, yani Kur'an bilen sünnetni ügütüdüğün özlerinden boğan bir peygamber evetip ulağı çoğun ihsan kıldı. Halbuki ula burun uçuk gümrahlıkta idi. Allah sizlerge minnet kılıdı ki müminlerge ulanın cinsinden ulağa Allah'ın ayetlerini tilavet kılıp berdiğin, ulanın ahlaklarını paklaydıgan, ulağa kitap ve hikmetini ügütüdüğün peygamber evetti. Bu yerde bir qancha noktini bilishimiz kerak. Tilavet kılıp berdiğin tilavet Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'den bizlerge kelgan. Şu tilavet kıyametkiçe biz okuvatkan Kur'an-ı Kerim'dir. Demek Allah'ın ayetlerini tilavet kılıp berdi. Bu alohida bir ta'limdan boshqa narsa ekanligini ko'z tutadi. Tilavet talaffuz Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'ge Allah tarafından nazil bo'ldi ve şu ayetlerini Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem tilavet kılıp berdi. Mana şu tilavet kılınan ayetler Kur'an-ı Kerim kitapni ta'lim berdigan, Kur'an'ni bizge ögütedigan ve hikmetni ögütedigan hikmet nima? Bu vaqtda boshqa ayetler ham bor. Hikmetni ko'proq mufassir ulamolar Rasul sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadislariga tafsir qilgan. Demek hadislarni Allah subhanahu ve taala hikmet deb atadi ve hikmetni kitapga atfa sözünü sözgü bağlap sözleş kıldı. Bu başka ayetlerde hem var. Allah ummilerge yani yazışını ve okuşunu okumaydigan Araplarga ularning ichidan bir payg'ambarni yani Muhammed aleyhisselamni evetti. O yani peygamber ularga Kur'an ayetlerini okup berdi. Ularni günahlardan pak kıldı. Ularga kitapni yani Kur'anni ve hikmetni yani peygamberinin sünnetini öğütüdü. Başka orunlarda shuningdek yani sizlarga bergan ne'matini kamolatga yetkazgunimdek o'z ichinglardan sizlarga bizning oyatlarimizni tilovat qilib beradigan, sizlarni mushriklik va gunohdan pok qiladigan, sizlarga kitobni ya'ni Qur'onni ya'ni hikmatni diniy ahkomlarni o'rgatadigan, sizlarga bilmaganlaringlarni bildiradigan bir payg'ambar avatdi. Allah subhanahu wa ta'ala Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'nin ayollarına öyleringlarda Allah'ın ayetlerinden ve hikmet yani Peygamber aleyhisselam'ın hadislerinden okulayotgan narsalarni yod etinglar. Mana buning da ham hikmet bilan ifodalandi. Shuning uchun ahli hikmet kim degan savolga ahli hadislar deb javob berish to'g'ri bo'ladi. Demak, hadis ilmini öğünüp bilgen kişiler hikmet egilleridir. Hikmet ata kılıngan ademge köp yaxşılık ata kılıngan boludur. Demek bir kişi hadis ilmini okup şununla mahir bolgan bolsa, onunla köp yaxşılıklar berilipdi. İnsanlar bizning devrimiz kelip sünnetni terk etiş şahi bolup kaldı birodarlar. Yani Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin hadislerine ve o kişinin kılgan emellerine ve o kişinin huzurunda kılıngan emelinin kaytırılmığına emel kılmazlık bizning devrimizde köp bolup kaldı. Lekin evvelki kişiler sünnetni terk kılışını oylaşmazdı. Lekin
sünnettin ziyade amel qilishni o'ylashatdi. Bu haqda biz nima deb tushunishimiz kerak? Ko'rsatilgan sunnatdan ortiqcha amal qilishni nima deb tushunishimiz kerak? Bu savolga bo'lgan javobni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning davrlarida bo'lgan voqea bilan javob beramiz. 3 kishi payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning ayollarining uylariga kelib, payg'ambar alayhissalomning ibodati to'g'riliq so'radi. Ular Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ibodatidan xabar topgandan keyin uni oz sanab, Allah subhanahu wa ta'ala Rasul sallallahu alayhi ve sellem'nin o'tganki ve keyinki gunohini kechirgan tursa, biz qandaqmi uningga yetishalaydik deyishdi. Ularning biri, men hamish kecha uxlamay namoz o'qib chiqaman dedi. Yana birisi, men hamish ro'z tutaman, hargizmi ig'izim ochiq yurmayman dedi. Yana birisi, men ayollardan yiroq bo'laman, hargiz uylanmayman dedi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kelib ularga, sizlar mundaq debsizlar. Alloh bilan qasam qilamanki, men sizlarga qaraganda Allohdan bekroq qo'rqaman va eng taqvodorman. Men ba'zida ro'z tutaman, ba'zida tutmayman. Kechasi ham namoz o'qiyman, ham uxlayman. Xotinni olaman. Kimki mening sunnatimni tark etadigan, u mening sunnatimga mansub emas dedi. Demek, ko'rsatilgan sunnatdan ortiqcha ko'proq amal qilaman degan maqsadda bo'lgan amal sunnatga xilofdir. Xuddi sunnatning sirtida amal qilib yurgandan farqi yo'q. Birodarlar, chunki Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning ilib kelgan yo'liga bir narsa qo'shish bilan ilib tashlashning farqi yo'q. Qo'shgan odam bu nuqsonliq bo'lib qolgan, men qo'shib qo'yay demaydi. Mening gunohim ko'p deb turib qo'shidi. Bu shaytonning inson qalbiga kiradigan aniq yo'lidir. Allah subhanahu va taolo Rasululloh sallallohu alayhi vasallamga buyurganda, ey Muhammad sallallohu alayhi vasallam, Allah seni buyurgandek to'g'ri yo'lda bo'lgin. Sana iymon etganlarmi to'g'ri yo'lda bo'lsin. Meni qilingan ishlarni qilib, Allohning cheklaridan chiqib ketmanglar. Ey ahli kitob, ya'ni Nasaralar jamiyasi, dininglarda haddidan oshmanglar. Ya'ni ko'rsatilgan buyruqdan ko'p amal qilaman deb o'ylamanglar. İnsan bir yo'lda mengishga buyurilgan bo'lsa, shu yo'lda tuvan tarafda, ham yuqori tarafda, ham menging desa tushunarlik bo'ladi. Shu yo'lda to'g'ri yuring degini, pastga ham tushmang, yuqoriga ham chiqmang degini bo'ladi. Lekin Allah subhanahu va taolo bu yerda to'g'ri istiqomatda bo'ling, yo'ldan tuvanlamang demidi, yo'lda yuqori o'rlamang, haddidan oshirib etmang dedi. Bu oyat shunga dalolat qiladiki, insonning izib ketishi tuvanlab izib ketmaydi. Ko'proq haddidan oshirib etganligidan izib ketadi. Dinga bo'lgan ziyon ham ko'rsatilgan belgilamalardan oshirib etishdan bo'ladi. Dinimiz shuncha sodda, to'g'ri din edi. Hozirgi vaqtda kitob, sunnati yo'q bo'lgan amallarni, buyurilgan narsani qilmasdan boshqa ishlarni qilib yurish natijasida dinimiz ojizlashdi. Birodarlar, hozirgi vaqtdagi ko'p kishilar tarafidan o'ylab chiqilgan ba'zi bir nafli ibodatlar aslida kitob sunnatda Rasululloh sallallohu alayhi vasallam buni qilmagan. Mana bu narsalarni o'ylab chiqishlik bir insonlarni shirik amallarga kirib ketishga, mana shu haddidan eshish sabab bo'ldi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning oldiga bir Arabiy, sahrolik arab kishi kelib, ya Rasululloh, Allah o'zining yakkiligini tasdiq qilib, sizning Alloh tarafidan avatilgan haqiqiy elchi ekanligingizni
tan ilishimizga buyurdimi? Ha, dedi. Allah bir kecha kunduzda 5 vaqt namoz o'qishga buyurdimi? Ha, dedi. Allah bir yilda bir oy ro'za tutishga buyurdimi? Ha, dedi. Allah malimiz nisobiga yetsa zakot berishimizga va haj qilishimizga buyurdimi? deb birma-bir so'radi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam har biriga ha deb ta'kidlab javob berdi. Arabiy sizni avatgan zotga qasamki, diningizdan kam ziyoda qilmayman dedi va chiqib ketdi. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam kim ahli jannatni ko'raman desa, bu kishiga qarasin dedi. Biz Allohning buyrug'ining o'zini qiysak, shirkdan salomat bo'lib, Allohning buyrug'ini qilish bilan jannatga daxil bo'lamiz. Lekin nihoyatki ko'p kishilar o'zini qiynab, nihoyat ko'p amallarni qilmoqchi bo'ladi. Tekshirib qarasangiz, ko'pincha shirik birodarlar. Allah buyurmagan, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam qilmagan bu ishlarni qilinib o'zi qiladi-da, tekshirib ko'rsangiz shirik bo'ladi. Uningdan tashqari bütün odamlarning dindan voz kechib ketib qolishiga mana shu odamlar sababchi bo'ladi. Dinni eg'ir qilib ko'rsatdi. Haqiqatan din osondir. Dinda qattiq yo'l tutishga bo'lmaydi. Kimki dinda qattiq yo'l tutsa, hudisidan chiqib bo'lolmaydi. İşlerinde yengilib qoladi. Din nihoyat qulaylik. Sünnet nihoyat qulaylik. Lekin inson sunnatlarni tark etish uchun pul va kuch sarf qiladi. O'zining boshqalarning yo'lini tutib menayotgani o'zi bilan Allohning o'tirisidagi sir, birodarlar. Haqiqatda o'ziga savol qo'yib baqsin. Nima uchun sunnatlarni tark etib yuribdi? Ba'zi sunnatlarni qilishga insondan mol talab qilinmaydi. Ya uningdan kuch talab qilinmaydi. Lekin uni tark etish molga va kuchga muhtoj bo'ladi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taoloning azobi qattiqdir. Nima uchun gunoh qilgan kishiga azob shuncha qattiq? Chunki gunoh qilgan kishi gunohni kuch va mol sarf qilib qiladi. Gunohni qilmaslikqa odamda kuch sarf bo'lmaydi. Ammo gunohni qilishga ham mol ham kuch sarf bo'ladi. Shuning o'xshagan sunnatlarni tark etishga mol, kuch va vaqt sarf qiladi. Mana buning bilan azob qattiq bo'ladi. Hozir tema sirtiga chiqsak, aytayli, mast qilg'uvchi ichimliklar ichkini shariatga xilof bo'lgan. Katta qo'lchumoqlarni chaqirib to'y qilgani bu gunoh bo'ladi. Bu gunohga pul sarf bo'ladi. Vaqt va nihoyat ko'p narsalar sarf bo'ladi. Ana shuning uchun Allohning azobi qattiq. Agar shu narsaga molingizni va kuchingizni sarf qilmasangiz, gunoh bo'lmaydi. Odamlar nima uchun bu ishlarni qiyin deydi? Qiyin emas. U qalbdagi nafs, havoyi havas, shayton mana bu narsalarning gipiga kirib qolganligidan uningdan ayrilish qiyin bo'ladi. Alloh va Rasuliga ergishing. Pulingiz yiningizda qoladi. Kuchingiz behuda ketmaydi. Qaysi narsa hayotingizda sunnatga xilof bo'ladigan bo'lsa, tekshirib ko'ring. Shuningga mol va kuchingiz sarf bo'lgan bo'ladi. Shuning uchun Alloh subhanahu va taoloning azobining qattiqligining siri shudir. Biz o'ylaymizki, bir Arabiy sahrodan kelgan kishiga az vaqt ichida dinni o'gitib qo'ydi. Shuning bilan ahli jannat bo'lib chiqib ketdi deymiz. Din nihoyat oson haqiqatda. Lekin biz uchun qiyin. Biz islom ruhi bilan sug'urilgan dunyo qarshi bilan o'smaganmiz.
Shuning uchun bizga qiyin. Va yana biz yashayotgan jahiliyat islomni masxara qilgan nizomda yashayapmiz. Ana shuning uchun bizga qiyin bo'ladi. Uningdan tashqari payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam qilgan narsadan ko'proq narsani qilish, kelgusida o'zimni bu ishdan pakroq saqlay degan tasavvurga opirib qo'ydi. Allohdan panoh tilaymiz. Demak, Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning qilgan amallari yaxshi emas ekan. Allohdan panoh tilaymiz. Uningdan siz pakroq amal qilmoqchi bo'lgan da'voga opirib qo'ydi. Shuning uchun sunnatdan ortiqcha ish qilish bu mutlaq sunnatga ziddir. Bu hadisning boshqa rivoyatlarida payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallam xutbalarida hamd sanodan keyin mundaq deydi. Odamlarga nim bo'ldiki, men qilgan ishdan o'zin chetga ilishib, buningdan biz pakroq bo'layli deyishdi. Allohga qasamki, men ularning ichida Allohni eng to'ng'ichiroqiman va Allohdan eng qo'rqichiroqiman dedi. Demak, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning amallari Allohdan eng qo'rqadigan kishi bo'lishga yetaklaydi. Sahobalar hammasi sunnatga qattiq amal qilishgan ekan. Chunki Qur'oni Karimdan keyingi eng murojaat qilinadigan asosimiz sunnatdir. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning vasiyatlari ham shu bo'ldi. Mana vidolashish hajjida men sizlarga mahkam tutsanglar, sizlar hargiz ezib ketmaydigan ikki narsani qoldirdim. Bu Allohning kitobi va Allohning payg'ambarining sunnati deb o'zining eng zarur bo'lgan vasiyatlarini qildi. Allah subhanahu va taolo rasuliga ergishishga o'zining azaliy kitobida ko'p joyda buyurdi. Sizlarga rahmat qilinishi uchun Allohga va payg'ambarga itoat qilinglar. Qur'oni Karimdagi Alloh va rasuliga itoat qilish haqida bo'lgan buyruqda ba'zi o'rinlarda itoat takror bo'lsa ham, ba'zi o'rinlarda takror bo'lmaydi. Nima uchun? Rasuliga bo'lgan itoat Allohga bo'lgan itoatning ayni o'zidir. O'ttirda va ati'u takror bo'lmadi. Ammo o'zlarimizdan bo'lgan rahbarga, islom peshvolariga itoat qilishdi-chu, buningda o'ylab ko'rsak, albatta itoat takror bo'lmagan. Masalan, ya ayyuhallazina amanu ati'ulloh va ati'ur rasul va ulil amri minkum. Ey mu'minlar, Allohga, payg'ambarga va o'zinglardan bo'lgan rahbaringlarga, islom peshvolariga itoat qilinglar. Allohga itoat qilinglar va rasuliga itoat qilinglar. Itoat takror bo'ladi. Chunki rasuliga bo'lgan itoat ayni Allohga bo'lgan itoatdir. Chunki u o'z nafsi xohishi bo'yicha so'zlamaydi. Faqat uningga nozil qilingan vahiyni so'zlaydi. O'zinglardan bo'lgan rahbaringlarga, islom peshvolariga itoat qilinglar degan o'rinda ati'u kalimasi takror kelmaydi. Nima uchun? Bu narsadan biz bilamizki, islom peshvosiga bo'lgan itoat asli emas. Bu itoat Alloh va rasulining so'ziga muvofiq bo'lishiga bog'langan. Qarang, o'zimizdan bo'lgan musulmon peshvoning buyrug'iga itoat qilish ham qaraymiz Alloh va rasulining buyrug'iga muvofiqmi, yo'qmi? Muvofiq bo'lsa, uningga itoat qilamiz. Shuning uchun bu yerda itoat kalimasi takror kelmadi. Yana inson uli amri minkum, ya'ni o'zidan bo'lgan peshvoga bo'lgan itoatni asosiy narsa deb tushunib qolmasligi uchun uli amri minkum din keyin
agar sizlar biror shayda ixtilof qilishib qolsanglar, bu to'g'rida Allohga va payg'ambarga murojaat qilinglar. Agar sizlar Allohga va oxirat kuniga haqiqiy ishonadigan bo'lsanglar, agar biror narsada kelisholmay qolsanglar, o'zinglardan bo'lgan peshvoga murojaat qilib ko'ringlar, demidi. Alloh subhanahu va taolo Allohga va payg'ambarga murojaat qilinglar. Shundala haqiqatni tepib olasizlar. Agar sizlar Allohga va oxirat kuniga iymon etgan bo'lsanglar, bu sizlarga hozir ham yaxshidir, kelgusida ham go'zalroqdir. Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatlarini tark qilsak, buning hukmi nima degan savol bo'ladi. Buyurgan sunnatlarini tark qilsak, gunohkor bo'lamiz. Buyurgan sunnatlardan boshqa sunnatlarda buni qilish afzal ekanligida ajrga erishishimizda shak shubha yo'q. Payg'ambarning amriga xiloflik qilguvchilar dunyoda cho'ng bir fitnaga yo'liqishdan yo oxiratda qattiq bir azobga duchor bo'lishdan qo'rqsin. Mana bu oyatda Alloh subhanahu va taolo buyurgan sunnatlarini tark qilish oxiratda jazo bo'lib qolmasdan, dunyoda ham jazolanishdan xoli qolmasligini ogohlantirdi. Sirda Rasulullohning buyrug'iga qarshi bo'lgan kishilar hushyor bo'lsinki, ularga fitna yetib qoladi yoki qattiq bir azob yetib qolishi mumkin. Şu oyatning tafsirida ba'zi kishilar aytishganki, fitna nima? Ba'zilar aytganki, Rasulullohning buyrug'ini qilmagan kishining qalbida noto'g'ri yo'lga bo'lgan moyillik paydo bo'ladi. Shuning bilan halok bo'ladi. Ba'zi kishilar aytganki, kufr fitnasi, nifoq fitnasi, bid'at fitnasi mana bu fitnalar degan ekan. Shuning uchun Rasululloh sallallohu alayhi vasallam buyurgan sunnatlarni qilishga harakat qilmoqligimiz kerak. Ko'pincha ulamolar payg'ambar sizlarga berganini ilinglar, payg'ambar cheklagan narsadan cheklaninglar degan oyatni Allohga va uning so'zlariga iymon keltiradigan elchisi ummiy payg'ambarga iymon keltiringlar, hidoyat tepishinglar uchun uning ergishinglar degan oyatlardan xulosa chiqarishib aytganlarki, agar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning buyurgan sunnatlarini inkor qilsa, kufr degan ekan. Shuning uchun biz nihoyatda ehtiyot qilishimiz kerak. Payg'ambarimiz sallallohu alayhi va sallam ogoh bo'linglarki, menga Qur'oni Karim bilan birga shunchalik ilm berildi. Shunday kishilar bo'lib qolishi mumkinki, sizlarga Qur'on bo'ladi, Qur'onda topgan halolni halol danglar, haromni harom danglar deydigan kishilar chiqib qolishi mumkin. Shuningdan ogohlantirdi. Bizning diyorimizda ham shunday kishilar paydo bo'lib qolgan. Birodarlar, faqat bizga Qur'on yetadi, hadislar ko'p gaplar qo'shilib ketib qolgan deydigan toiflar bor. Agar Rasululloh sallallohu alayhi va sallamning sunnatiga ergishish lozim bo'lmaganda, Alloh subhanahu va taolo bizga Rasulullohga ergishinglar deb buyurmagan bo'ladi. Payg'ambar sizlarga berganni ilinglar, payg'ambar cheklagan narsadan cheklaninglar demagan bo'ladi. Rasululloh sallallohu alayhi va sallam menga Qur'oncha ilm berildi dedilar. Shuning uchun faqat Qur'on o'zini hujjat bo'lishga yetadi. Hadislarning Allohdan panoh tilaymiz, kerak yo'q degan kishining kufrida bo'lishi muqarrardir. Ana shu Qur'onni inkor qilayotganidir. Miqdam ibn Ma'di Karib radiyallohu anhu
din rivoyat qilindiki, Allah Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem Hayber günüde bir neçe narsalarni harom qildi. Keyin aytdiki, sizlarning biringlar meni yolg'onchi qilib qelishi mumkin. Kerilib o'ltirib, biz bilan sizlarning oranglarda Allohning kitobi bor. Shuningda topgan halolni halol, haromni harom deymiz. Degini meni yolg'onchi degini dedi. Mening sunnatim, mening buyruqim bilan harom bo'lgan narsalarni qabul qilmasa, Qur'onning o'ziga kifoyalansa, meni yolg'onchi degini dedi. Ve ogohlantirdiki, Rasululloh harom qilgan narsa Allah harom qilgan narsaga o'xshash dedi. Sahabeler ve tabiinlar Peygamber sallallahu aleyhi ve sellem'nin sünnetlerini nihayet derecede mahkem ushladı. Ve bu kişinin sünnetlerine xilaf işini kılgan adamlarga sahabeler ve tabiinlar nihayet nefret bilen turuştu. Abdullah ibn Abbas radıyallahu anhuga bazı adamlar kelganida Rasululloh sallallohu alayhi vasallam mundaq degan deb to'g'inida u kishilar Abu Bakr Umarning so'zlarini hujjat qilishgan ekan. Shundaq aytgan ekanki, yaqin kunda beshinglarga tosh yog'idi dedi. İmran ibn Husayn radıyallahu anhu hadis o'qib berayotganida bir kishi Allah'ın kitabını tefsir qilib bering deganda g'azablanib, sünnet Allah'ın kitabının tefsiridir. Sünnet bo'lmaganda zuhurning 4 rakat ekanligini bilmasdik. Mag'ribning 3 rakat ekanligini bilmasdik. Atiganlik namozning 2 rakat ekanligini bilmasdik. Ve zakatning hukmlarini hakaza sünnetler bilan qilingan narsalarni bilmasdik degan. Birodarlar, hozir mavzudan chiqishlik bo'lsak, ham bir narsani aytib qo'ymoqchiman. Allohning kitobidan tafsir qilib bersangiz, Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning sunnatlaridan bayon qilib bersangiz, ba'zi kishilar bizga mavlud o'qib bering deydi. Bu birodarlar hozir qalbimizning qariyib qolganligi. Kuladigan ish emas, birodarlar. Allohning kitobidan, Rasulining sunnatidan o'qib bersangiz, to'xtating buni, mavlud o'qib bering demaydi-yu, lekin amalda shundoq bo'ladi. Qiziqmaydi. İmam Berzandi Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning tarixlarini yozgan. U kishining ahvol holatlarini yozgan. Biz u kishining hayotlarini o'rganishimiz kerak va hayotimizga tatbiq qilishimiz kerak. Har bir gap qilayotgan so'zimizning hisobini bilib qo'yishimiz kerak, birodarlar. Abdullah ibn Umar radıyallahu anhu Peygamberimiz sallallahu aleyhi ve sellem'nin Allah'ның ayol bandilarini Allah'ның masjidlaridan to'smanglar degan hadisini rivoyat qilib o'qib berayotganda o'g'illaridan biri Allohga qasam qilamanki, ya'ni kundashlikdan ayoliga kundashlik qilib, hozirga o'xshash bozorga chiqsa yo'l qo'yib, hamma bema'ni ishga yo'l qo'yib, masjidga to'sish emas, birodarlar. Ayoliga kundashlikdan ayoliga erlik kundashlik qilib, ayollarni to'siman deganida Abdullah ibn Umar radıyallahu anhu g'azabi kelib, nihoyatda qattiq shaklda, ya'ni hayodan tashqari bo'lgan so'z bilan so'kkan ekan o'g'lini. Rasululloh sallallohu alayhi vasallam shundoq degan desam, men qayturman deysina. Bazı rivoyatlarda bar, sana hergiz gap qilmayman deb qasam ichgan. Allah uchun seni düşman tutaman degan ekan. Abdullah ibn Mughaffal Mizani radıyallahu anhu
bu kishi Rasululloh sallallohu alayhi vasallam sahobalaridan. Ba'zi yaqinlari bu natunish odamga emas, birodarlar. Toshni etib, birovga ishora qiladigan ish bor. Masalan, birovni chaqirmasdan ishora bilan chaqirmoqchi bo'lsa, shu toshni etib chaqirish. Tosh etayotganligini ko'rib, Rasululloh sallallohu alayhi vasallam to'sqan va aytgan ekanki, bu kichikkin toshni etib ishora qilish biror ovni ovlamaydi va dushmanni ezib pachoqlamaydi. Lekin bu narsa biror kishiga tegib, tishini sundirib qo'yishi mumkin va ko'zini quyib etishi mumkin. Shuning uchun toshni atmanglar, ishorani bu surat qilmanglar degan Rasululloh sallallohu alayhi vasallam deb aytsa, buni anglagandan keyin yana tosh etayotganligini ko'rdi va aytdiki, Alloh qasam qilamanki, sana abadiy gap qilmayman. Men sana Rasululloh sallallohu alayhi vasallam tosh etib ishora qilishdan qaytirgan desam, sen yana qaytib qilyapsan degan ekan. Shu vaqtda emas, boshqa vaqtda. Ayyub Saxtiyani bu kishi ulug' tabiinlardan hisoblandi. Ayyub Saxtiyani Allohning rahmati bo'lsin, tabiinlar ichida nihoyat katta hurmatga ega tabiinlardan. Shu kishi aytgan ekanki, bir kishiga sunnatni aytib bersang, qo'y, bizga Qur'ondan xabar bergin desa, bilginki shu azg'an odam degan ekan. Bizning davrimizda ham biz kitobiy sunnatga qarshi bo'lgan odamga mutlaq qarshimiz. Shuni yaxshi bilib olishimiz kerak. Qur'onning o'ziga kifoyalanib qolgan odamga ham qarshimiz. Qur'onning o'zini ma'nolarini mutlaq bilmasdan Qur'onning o'zi bizga yetadi deydigan taiflar borki, mana bu taiflar shubhasiz adashgan odamlardir. Shu Qur'on bizga kifoya degan gapida yolg'onchi bo'lgan odamlardir. Chunki Qur'oni Karim ularga aytayotdi-ki, biz sana Qur'onni insonlarga tushirilgan shariatni bayon qilib bersin. Ular bu Qur'onni fikr qilib, uningdan vaz nasihat olsin deb nozil qildik. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning bayoni nima? U kishining hadisi va amaliy sunnatlaridir. Hatta İmam Ahmad ibn Hanbal rahimahulloh aytgan ekanki, "Manga taqlid qilma, agashma. İmam Malik va İmam Shafi'ga ham agashma. Biz qayerdan olgan bo'lsak, shu yerdan olgin." İmam Ahmad yana mundaq degan ekan. Men Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning hadislarining isnodini va sahih ekanligini biladigan Sufyanning qarshiga o'tgan kishilarga hayron qoldim. Sufyan Tavri katta muhaddis olimlaridan. Ahmad ibn Hanbal yana mundaq deydi. Allah subhanahu wa ta'ala mundaq deydi. Payg'ambarning amriga xiloflik qilguvchilar dunyoda cho'ng bir fitnaga yo'liqishdan yo oxiratda qattiq bir azobga duchor bo'lishdan qo'rqsin. Ondan keyin bu fitna nima bilamsizlar? Bu fitna shirkdir. Kim Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning buyruqlari bo'lgan sunnatga qarshi ish qilsa, uningga shirk fitnasi yetib kelishidan qo'rqsin degan ekan. Yuqorqi so'zlardan shuni bilaylikki, sunnat bilan hujjat tutishdiki jannatning ochiqchi degan kitobida İmam Suyuti mundaq degan ekan. Allohning rahmati bo'lsin. Bilinglarki, kim payg'ambar sallallohu alayhi vasallamning bir hadislari mayli so'zi bo'lsin, mayli harakati bo'lsin, shuning asosida ma'lum bo'lgan sharti bilan hujjat bo'lishi aniq bo'lganligini bilsa, ya'ni payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilinganligini bilsa va shu buyrug'ini hujjat ekanligini bilsa,
bilib turib inkor qiladigan bo'lsa kofir bo'ladi-da, islom doirasidan chiqadi degan ekan. Va Yahudiylar va Nasoralar bilan yoki Allah o'zi xohlagan kofir toiflar bilan qiyomatda mahsharda bo'ladi degan ekan. Shuning uchun biz buni yaxshi anglab olishimiz kerakki, aziz birodarlar, sunnat bizning islomdagi hujjatimiz bo'lmoqligi kerak. Qur'oni Karimdan keyingi hujjatimiz sunnatdir. Agar bu sunnatning rivoyati sahih ekanligini bilib, aniq shartlarini bilgandan keyin Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamdan rivoyat qilinganligini bilib turib, inkor qiladigan bo'lsa, kofir bo'lishida shak shubha yo'q degan ekan. Qaysi bir kishi o'zining sunnatga agashmayotgan narsasini bir tekshirib ko'rsa, faqat uning agashmayotganlik havoyi havas, nafs, shaytondan boshqa narsa emas. Qalbida Rasulullohning muhabbatidan boshqalarning muhabbati ishib ketganligining belgisidir bu. Bu narsani o'zi bilan Allohning o'rtasida sir qilib, "Oy falonchi, kel o'ltirg'in. O'zingga insof bilan gap qil. Sening so'zingni hech kim anglamaydi. Alloh subhanahu va taolo o'zi anglab turibdi. Shu sunnatlarni tark qilishingga sabab nima?" deb o'zingizga o'zingiz savol qilsangiz, albatta havoyi havas, nafs, shayton ekanligidan boshqa javob bo'lmaydi. Shuning uchun ham shaytonning asos kiradigan insonlarning qalbiga bo'lgan yo'li shudir. Allohning muhabbatidan qilishga sabab bo'layotganligini bilgan kishi o'zi uchun buni og'ir musibat deb bilish kerak. Sunnat amalini qilayotgan vaqtingizda boshqalarning ko'ziga bu narsa xunuk ko'rinayotganligi uchun qo'y, bu sunnat sana yarashmabdi degan bo'lsa, har qanday amallardagi sunnatni aytmoqchiman. Shunda men sunnatning go'zalligi kifoya deng. Men buning bilan odamlarga ma'qul bo'lishni maqsad qilayotganim yo'q. Men buning bilan Rasulullohga agishyapman, xolos. Men havas qilamanki, ba'zi kishilarga Rasululloh sallallohu alayhi vasallamning sunnatlariga amal qilishda buni go'zal qilib ko'rolmasligimiz ham bu qalbimizdagi nuqsonning belgisidir. Shuni yaxshi bilib olmoqligimiz kerak. Biz o'zimizni shuncha katta xatoga yo'l qo'yayotganligimizni bilaylikki, biz shu amal bilan o'zimiz bir odam hayotiga Rasulullohning sunnatlarini tatbiq qilayotganida uni xunuk, oddiy ko'rib qilishimiz biz uchun og'ir musibatdir. Bu so'zlarni anglagan ba'zi kishilar bu islomga amal qilish qiyin bo'lib qoldi-ku deyishi mumkin. Lekin buning qiyin bo'lib qolgan narsa hiliqi havoyi havas, nafs, shaytondir, birodarlar. Boshqa narsa emas. Biz sunnatlarga qarshi chiqishda katta kuchlarimizni sarf qilyapmiz. Lekin sunnatni terildirishga bir urinib beqing. Bir tarafdan o'zingizning kuchi ketmaydi. Shuning uchun ham qalbimizdagi nuqsonlarni tuzatib olmoqligimiz kerak. Alloh subhanahu va taolaning rahmat salovatlari Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga bo'lsin. Mana bir qitim durud aytgan kishiga Alloh subhanahu va taolo 10 rahmat e'lon qiladi. Allohning rahmati va salovatlari u zotga bo'lsinki, qiyomatgacha bo'lgan insoniyatga Allohning muhabbatiga erishiman deganlarga namun bo'lib qolgandir. Rasululloh sallallohu alayhi vasallamni sahobalar shunchalik yaxshi ko'rishganki, u kishilar jannatda Payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamning jannatda bo'lishini ham o'zlarining ham jannatda bo'lishini o'ylaganda, u kishining martabasining yuqoriligini
u kishi bilan birga bo'lolmasligini o'ylab, rangillari o'zgarib ketgan ekan. Sahabilarning biri rangillari o'zgarib ketganda so'rasa, sizning o'rningiz yuqori, mening o'rnim to'van. Shuning uchun men jannatda siz bo'lishini o'ylab rangillarim o'zgardi deganda, bir toifini yaxshi ko'rgan kishi ularning jamiyatida mahshargohda birga bo'ladi degan. U shundan keyin xursand bo'lgan. Sahabilar payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamni otalaridan, farzandlaridan va o'zlarining jonlaridan ham bak yaxshi ko'rsatdi. Hubayb radiyallohu anhuni mushriklar bog'lab o'ldirish uchun kamonlar etib o'ynab, masxara qilib o'ltirayotganda, shunchalik nayzlarning badanlariga sanjilayotganida birer ovoz chiqarmagan kishi mushriklar tarafidan ana Muhammadga ergishishning oqibatini ko'rdingmi? Endi sening yoningda Muhammadning bo'lishini xohlayotamsan deganda, Muhammad sallallohu alayhi vasallamning oyoqlariga tikan kirganidan mening jinimni taslim qilganligim afzal degan ekan. La ilaha illalloh. Shundoq muhabbat qilgan. Biz ba'zi bir oddiy sunnatlarda ergishilmasak, payg'ambarimiz sallallohu alayhi vasallamga bo'lgan muhabbatni da'vo qilmasak ham bo'laverdi, birodarlar. Alhamdulillah, yuqorida Abduveli Qori rahimahullohning darslaridan tanlanmalarning 5-darsini angladinglar. Oxirini keyin qitimliq o'qishimiz davomlashtiramiz inshaalloh. Va sallallohu ala Muhammad va ala alihi va sahbihi ajma'in. Assalomu alaykum va rahmatullohi va barakatuh.